Assalomu alaykum, efirimni kuzatuvchilarim, efirimni diqqat bilan kuzatib, diqqat bilan like bosuvchi do'stlarim. Bugun sizlarga yana bir bor yangilik. Bugungi efirimiz dasturimizni Surxondaryo viloyati Oltinsoy tumanida yashovchi bu efir opaning o'zimni uyimdan, xonadonimdan olib boryapman. Mana ko'rib turganingizdek, sizlarga bir ajoyib kashfiyot yaratmoqchiman. Mana bu chaqir tikon ko'rsalaringiz. Mana ariqlar bo'yida o'saydigan, hech kimda e'tiborida qolmaydigan, e'tibordan chekkada turadigan bir oddiy tikon bo'lib, hozir men bu tikonni allergiyaga qarshi ekan bu tikon. Hozir men buni kichkina qilib maydalayman-da. Mana buni men hozir qurib qolganligi uchun pichoq bilan qilyapman. Boltam yo'qligi uchun bolta topishga vaqt bo'lmadi. Mana o'zi qurib qolgan ko'rsalaringiz. Mana buni men hozir kichkina qilib oldimdagin olib, hozir ko'rsalaringiz mana choynakka soldim buni. Mana choynakka soldim. Mana bu ko'rsalaringiz. Bir piyola, bir krujka suv solaman dagin bunga. Bir krujka suvni soldim dagin. Endi ko'rsalaringiz hozir gazga qo'yaman buni. Gazga qo'yganimdan keyin bu 5 minutlar orasida qaynaydi bu. Yaxshi qaynab chiqqandan keyin bir tozaroq bir dokaga olib, boshqa bir idishchaga buni sig'dirib olib, tikoni alohida, suvi alohida bo'lib qoladi. Keyin sizlarga bemalol maslahat beraman ichishlaringizni. Sizlar bilan bugungi efirimizning, dasturimizning nomi giyohlardan, tabiiy giyohlardan tayyorlanayotgan giyohlardan, bunaqa tikonlardan shunday kunlar bo'lar ekanki, endi bizlar e'tibor bermagan nimalarimizdan ham ajoyib bir kashfiyotlar yaratsak bo'lar ekan. Bu allergiyaga qarshi ekan. Allergiyaga qarshi ichsalaringiz yaxshi bo'lib ketar ekan sizlar. Sizlar bilan yana bir bor surxondaryolikman. Keyingi efir dasturimizni uzatguncha xayr deb qolaman. Sog' bo'lingizlar. Hozir men buni qaynagandan keyin toza bir idishga solib, dokaga sirg'itib olib, Xudo xohlasa ichib, sizlar bilan shifosi qanday shifo berganlik haqida keyingi efirimda ma'lumot beraman.